Bismillah. Navbatdagi mavzuyimiz ham qo'shib o'qishga aloqador mavzulardan davom etamiz. Mana qarasanglar, alif lomdan keyin tashdid kelmadi. Alif lomdan keyin tashdid yo'q mana. Ba harfi tashdidsiz. Shu paytda nima qilamiz endi? Lomni o'qiymiz. Hazal baladu. Mal qori'atu. Mal hutamatu. Nimaga deganda bu yerda tashdid yo'q. Alif lomdan keyin tashdid kelmadi. Shuning uchun bu yerda lomni o'qiyapmiz. Endi bu joyda lomni o'z tashdidli kelganligi uchun lomni o'qiymiz, alifni o'qimaymiz. Hazallazi. Hazallazi. Shunday. Man zallazi. Bu yerda ham shu yuqorida aytganimdek. Tahtihal. Tahtihal. Mana yana bitta ko'rsataman. Tahtihal deb lomni qo'shib olamiz. Anharu. Tahtihal anharu. Faqulnad rib. Shunday. Mana hamza bilan sukun kelganda qorin bilan o'qiymiz deganmiz. Bi sal ismu. Ihdinas. Qarasanglar, mana bu yerda tashdid alif lomdan keyin tashdid kelyapti. Mana sod harfi tashdidli bo'lganligi uchun biz alif bilan lomni o'qimayapmiz bu yerda. Ihdinas sirata. Ya ayyuhan. To'g'ridan to'g'ri nunga o'tamiz, sababi nun tashdidligi va undan oldin alif lom bo'lganligi uchun. Ya ayyuhan nasu. Shunday. Ya ayyuhan nasu. Bu joyda ham bu ya emas. Men oldingi darslarda ham aytganman, agar ya'ni pastida ikkita nuqtasi bo'lmasa, u oddiy alif qatori o'qiladi deb eslatganman. Ilan nasi. Alan nasi. Fil ardi. Fis suduri. Nimaga? Alif lomdan keyin tashdid kelganligi uchun lomni o'qiladik. Ya'ni shunday. Bu joyda ta harfimiz o'zi tashdidli, shuning uchun qolut taxaza. Qolud'u. La qullazina. Utul. Lomni o'qib olamiz, sababi tashdid yo'q. Utul kitaba. Va aqimus solata. Bu yerda vav lom hukmida, oddiy alif hukmida. Mana va atuz zakata. Va tuz demaymiz. Hamza borligi uchun alohida talaffuz qilamiz fathani. Yana bir marta o'qiyman. Va ya'ni shu bo'linadi. Va atuz zakata. Va amilus solihati.